Kuzatuvchilarimizdan savol kelib tushyapti. Chet elga chiqishiga vaqtinchalik cheklov o'rnatilgan aliment to'lovchilar yoki aliment qarzdorligi bor shaxslar endilikda 3 oy muddatgacha bo'lgan davrda chet elga chiqishga imkoniyati bor ekan, chiqsa bo'ladimi degan savol berilyapti. Hozir tushuntirib o'taman. Haqiqatan ham 2025-yilning 8-noyabr kunida belgilangan tartibga ko'ra endilikda aliment qarzdorligi bor shaxslar chet elga 3 oy muddatgacha bo'lgan davrda chiqib keladigan bo'lishsa, sug'urta polisi rasmiylashtirilgan tarzda va mazkur sug'urta polisini davlat ijrochisiga taqdim qilgan holda, vaqtinchalik cheklovni yechgan holda chet elga chiqib borib kelsa bo'ladi. Bu yerda bitta nyuansi bor, ya'ni sug'urta polisini har qanday sug'urta tashkiloti ham beravermaydi. Ya'ni Majburiy ijro byurosi va litsenziyaga ega bo'lgan sug'urta tashkiloti o'rtasida tuzilgan bosh kelishuvga asosan mana shu sug'urta polisi berish vakolatiga ega bo'lgan sug'urta tashkilotlari tomonidan rasmiylashtiriladi. Bugungi kunda aynan mazkur masala muammo bo'lib turibdi. Buni aniqlik kiritish uchun, bu holatlarga aniqlik kiritish uchun aynan davlat ijrochisiga murojaat qilib, qaysi sug'urta tashkilotidan shu sug'urta polisini rasmiylashtirish mumkinligiga aniqlik kiritib olish kerak bo'ladi. Endi kelgusida bunday yangiliklar bo'ladigan bo'lsa, bunday ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, men berib boraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar va o'zlaringizni asranglar.